3 ta aka-uka bir xil bitsa olibsizlarmi? Egiz emaslar sizlar? Ya aka. Egiz emasmi? Ya, aldamalaring. Parallelimiz aka. Bitta maktabda o'qiysizlar. Qoyil lekin. Qarang, saligacha savol beraman-da hozirda. Yutsalar shu kopdan podarka qilaman. Faqat har bittingga adden beraman. Kelishdikmi? Yutuqsiz xafa bo'lishim? Ya. Ketdik. Sen Messi olgan 3 ta trofeyni aytib bersang bo'ldi. Senga Neymar, senga Ronaldo'nik. Kimdan boshlaymiz? Sendan boshlaymiz. Qani boshladik? Messi. Oltin to'p. Bitta informatsiya. 3 ta La Liga. 3 ta La Liga. Bitta Elchi. Ha bo'ldi. 3 ta informatsiya bo'ldi. Neymardan. Qani? Ketdi. Pushkish bitta. Elchi. Keyin La Liga. La Liga. 3 ta trofeyasi bor. Neymar, sen Ronaldo'niki. 5 ta oltin to'p. 5 ta oltin to'p. 5 ta Liga chempioni. 5 ta Liga chempioni. 2 ta La Liga. 2 ta La Liga. Endi keladi, bitta qilamiz. Qaysi biri eng zo'ri? Kelishib. Qani? Bu yerda mana Messichi, Neymar, Ronaldo qaysi biri? Qani kelishib. Qaysi biri eng zo'ri? Messi, Ronaldo. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qaysi biri yutgandi? 2 ta ovoz Messiga, bitta ovoz Ronaldoga. Sovrinli muvorib bo'lsin. Talashmay, u maktabda o'ynaysizlar, bo'ptimi? Kelib turinglar, xo'p. Bolalarga salom aytinglar. Elisportda reklama qilib turinglar. Rahmat sizlarga. Yaxshilik kiyinglar.